Assalamu alaikum. Uyghur Akademiyasının reisi Doktor Rişad Abbas efendim. Bugün İstanbul'da çağırılıvatkan Uygurlar duş kivatkan erkek kırgınçılık ve Uygur milli mevcudiyeti temisideki bu muhakeme yığınıga teklif kılganlığınız için köp rahmet. Ben bu yığında dünyanın her kaysi yerlerinden kelgen aziz saptaşlarım, ilim adamları, mutaxassisler bilen birli bulup milli hareketimizge ait, milli takdirimizge ait bu muhakeme yığında birli buluşunu, acizane fikirlerimni yığın katnaşkışı bilen ortaklaşını köp arzu kılgan idim. Afsuski Xitay hükümetinin uzun kolu mening nurg'un yerlarga berish sayohat cheklamalarimga sabab bo'lganligi uchun Turkiyaga kirolmaganligim uchun afsuski sizlar bilan bu yig'inda birga bo'lolmadim. Shuningga video orqali bo'lsa-mu dunyoning har qaysi joylaridan kelgan aziz sabdoshlarim bilan, mutaxassislarim bilan o'zimning yurak so'zini arzu qilishni o'ygun ko'rdim. Men avval Uyg'ur Akademiyasi tarafidan o'tkazilayotgan bu yig'inning millatimizga, xalqimizga, aziz vatanimizga xayrlik bo'lishini tilayman. Bugun bu yig'inning temasi degandagidek Uyg'urlar bir irqiy qirg'inchilik bilan qarshi-qarshi qilyapmiz. Bu undaq bir sharoitda Uyg'ur ziyolilarining milliy davoyimizdagi roli tarixdagi har qanday vaqtdagidan texmo zarur va muqarrar bo'lib o'tirg'i chiqyapti. Demak, bugun Uyg'ur ziyolilarining bir arığı toplanib Uyg'urlar duch kelayotgan bu irqiy qirg'inchilikni muzokara qilish va buning chiqish yo'llari haqida muzokara olib berish nihoyatda tarixiy ahamiyatga ega bir voqea. Bugun Uyg'ur ziyolilari yuqori deganimizdek tarixdagi har qanday bir vaqt qaragan chaqda ustiga nihoyat zo'r bir vazifa yuklanyapti. Uyg'ur ziyolilarining bu qatimki uchrashishida qanday qilib Xitoylarning Sharqiy Turkistonda olib borayotgan irqiy qirg'inchiligini to'xtatish, bunun yolları hakkında etraflık bir müzakere edip verişini şahsen ben arzu kılıman. Bugün Uygur ziyallarına, bulup mu çetellerde yaşavatkan Uygur ziyallarına şuduğun bir kançı mühim vazifeler var. Birinci, bizden Uygur teşkilatlarının, Dünya Kurultayı başlık Uygur teşkilatlarının halkara edip veriyotgan davayimizni kandak şekilde, sistemlik bir şekilde, hissiyattan hali, reallıkka, stratejiye, uygun bir şekilde elip verişinin bir yol haritaları hakkında müzakere elip veriliş gerek. Şundakla bugün afsuski sosyal medyalarda nurgulluğun kalaymıkançılıkla sebep bulup bir yerde her xil amillar var. Halkımızın bulup mu yaşlarımızı ümitsizlendirdiğin bir vaziyette devam kılıdı. Şununla Uygur ziyallarımız, tarihçilerimiz, yazgıçılarımız, ediplerimiz başta bulup bütün ziyallarımız Uygur milli hareketini sağlam bir revişte, birlikte, ittifaklıkka halkımızga ümit verdiğin bir yönünüşte ep bardığın bir meselelerini müzakere kılışını arzu kılıman. Çünkü bugün biz hemimizi yokutup koyduk. Vatanimizi yokutup koyduk. Bütün imkanlarımızın hemisi yokutup koyduk. Fakat arzuyumuzni ve ümidimizi yokutup koymadık. Şunun için bulup mu yeni dava katlaşıvatkan yaşlarımız için özümüzden milli tarihlerimizni gevlendirdiğin kahramanlık rolünü yaratadigan özümüzden halkımızga, yaşlarımızga, bu davanın keyingi avlatlarga, keyingi izbasarlarga milli tariximizin güzel taraflarını, kahramanlık taraflarını gösterip berdigan, ümit bag'ishlaydigan bir teşvikatga ihtiyacımız var. Şunun için ziyolilarimiz bu haqda ciddi o'ylanish kerak deb o'ylayman. Bu jihatda ziyolilarimiz, tarixchilarimiz o'zga tushgan vazifani icra qilish kerak deb o'ylayman. Onundan başka yukarı deganimizdagidek bu davayimizni qanday qilib bugünkü dünyada bir xalqarалық meselege aylangan Sharq Turkiston davasını, Uygur davasını muşu seviyede tuttirish ve bunun da mı terak kıldırıp duruşunun real yollarını yaxshi müzakere qilib bir yol tep çıkışımız gerek. En ahırda ben bu Uygur Akademiyasının bu kadımki yığınıga muvaffaqiyatlash bilan birge hozirgacha Uygur Akademiyasının Dünya Kurultayı bilan ep bargan hamkorligiga rahmat aytaman. Bu o'tgan yillardan buyon Dünya Kurultayı başçılık dep bargan Uygur sotiga Uygur Akademiyasi nihoyatda zo'r fedakorliklarni ko'rsatdi. Uygur Akademiyasının her qaysi davlatlardagi xodimlari Uygur sotu üçün kerakli bo'lgan materiallarning tarjima to'plash ishlarida g'oyat zo'r fedakorlik ko'rsatdi, mehnatsiz xizmat qildi. Bu munosabat bilan men Uygur Akademiyasiga va buningga ko'ngil bo'lgan, buning g'as qo'shgan bütün ziyolilarimizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Sizlarning yordaminglar bo'lmagan bo'lsa,
Uyghur soti muvaffaqiyatli şekilde tamam bo'lmagan bo'ladi. Shuningga bu hamkorlikning Uyg'ur akademiyasi bilan Dunyo qurultiyining va butun tashkilotlar o'rtasidagi hamkorlikning buningdan keyingi bosqichda Uyg'ur milliy manfaatini, milliy davoyimizning haqiqiy manfaatini chiqish qilgan asosda fikr yurgizishimiz ve bu asasda hareket ettirişimiz, milli birligimizni qo'g'dash, bütün ideologiyalik, fikri jihatdagi qalaymiqanchilikni biz qarib qo'yib, navbatdagi eng jiddiy masalamizning Sharqiy Turkiston yuz berayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish, Xitoy hukumatining bu qirg'inchilikdagi javobgarligini xalqaro sudlarga tortish va javobgarlik tortishni iborat bu mavqeda birlikda harakat qilishni arzu qilaman. Rahmat. Yig'ininglarga muvaffaqiyat tilayman.